Yo'llari mana pijamkamdan birinchisini bismillah deb boshladim. Sizlarga tayyor obzor qilib qo'yaman. Ertalabga xudo xolasa ko'rib, taom olganimcha zakazlab berib olasizlar. Qizlar, xuddi shunday rayonchkaga kiygizib chiqdim bittani. Sifati vashi asal ekan. Xudo xolasa har xil razmer ko'pginasidan yana keltiramiz. Ertaga yo kechga xudo xolasa. Uspech qilsam yo bo'lmasam indinga ana yana keladi ular. Ungacha sizlar bularni tugatib tursalaring, mazza qilib qizlar mana pijamkalar, shonilar. Juda ham sifati zo'r. Ishton uzunidan so'rashadi gohida. Shortchilidan ham olib kelaman. Shortchilidan hali kelmadi-da. Shortchikdan ko'p zakazim bor edi. O'zimga ham kerak. Hammasi xabar. Gullarim, mana go'zallikni qaranglar, qanaqa go'zallik. Qaranglar. Такой розовый rangi. Xullas розовый, bas Barbie xullas. Barbie svetda rangisi. Keyin buni mamnaqa svetidan, mamnaqa svetidan bor. Faqat 59lari bor bu. Bu degani 6 oygacha. 6 oygacha razmerchalar, lekin vashi asal. Qaranglar. Необычный-то. Xababolni Xitoy. Gullarim, o'zi ham bu tovarlar ishonasizlarmi? Auksionga narsa qo'yib sotib bo'ladi-yu. Soni kam, sifati vashi zo'r, super. Narxlari umuman qulay. Juda ham qulay. Mana qaranglar, qanaqa go'zalligini. Shunaqa novinka fason gullarim 2025. Ko'ringlar, qanaqa asal bo'lib chiqqan, ammanka bo'lib, materiallari super. Mana arqa oldisida juda ham xullas. Mani ol deyapti. Bu 5 yoshlarga tushadigan. Narxi nereально idealniy. Hozir 90ni yana rayonaxonga olib qolgim keldi. Shoninglar aytdi, buni ham kiygizib ko'raman. Asalda, shuna ustida yo'q deb maza qil muzdekkina kiyishadi qizlar. Такой modniy ko'ylakcha kiyib yuraman degan qizchalar ham bo'ladi-yu. Asalda vashi. Gullarim, bu futbolkacha ekan, nima deysizlar endi, shunaqangi antikvarniy futbolkacha ekan, ishoninglar. Mana materiallari vashi zo'r, xudo xolsa terlatmaydi qizlar. Mana original Xitoy narsa. Bu eng kichik razmerini ochdim. Hozir bu где-то bir 2-2,5 yoshlarga tushadigan razmer, 2 yoshdan 4 yoshgacha ekan. Fasonlarni qaranglar, qanaqa antikvarniy qilib ishlangan qizlar. Juda ham ayniqsa sveti, juda ham hozir fonarikda tushiryapman. Fonarsiz o'zi mana shunaqa to'qroq svet. Juda ham bogati turadi. Bolalaringiz oppoqmi, qorachami, вообще farqi yo'q. Tushaveradi, chunki mana bunaqa yoqalari oqli qizlar. Mana bu orqasi hech narsasi yo'q mana. Juda ham zo'r, xudo xolsa men bilan o'chib ketmaydi. Behijolat Xitoy narsa qizlar. Bu yerdan ham o'zi bilsanglar bo'ladi. Juda ham xullas wow. Yo'llarim, birinchi bo'zimni ko'rsataman. Babynidan qizlar. Firmani o'zi bilasizlar. Xullas. Ham ochib. Har xil hozir assortiment bor. Obrazetlar bo'lmanda. Babynidan qizlar. Вообще необычный. 100% desam adashaman, bir 200% xaba qizlar. Mana. Bizda ham misol bo'ladi. Endi bizda hali Cotton bor. Ammo bizda Cotton ham bor, aytgancha brendlardan bor Cotton, yana O'zbekistonda qanaqa Jetski, unaqa brendni bilmas ekanman. Tipa shunaqaga o'xshagan taniqli xullas bitta mana Zara, bir bola Louis Vuitton, Chanel bir narsalar bo'ladi. Tipa o'zini shunaqa Babyni o'zi ko'pchilik bilsa kerak, bilmaganlar uchun shunaqa brend deb tushuntirib. Gullarim, qaranglar, umuman nima edi, kiloga to'g'ri kelmaydigan narsalar, shoninglar, vashi zo'r, shok narxlarda. Mana cho'ntaklari ham astarli, yubkachaga o'xshagan shortik, etevasi shunaqa futbolchka. Novinka qizlar, 2025 model. Undan oldin bunaqa bo'lmagan. Mana shunaqa turadigan futbolkani o'zi e'tibor berib qo'ylar, qanaqa fasonni qilib ishlangan. Gullarim, bularni shoninglar magazinlarga shuna mannekenchalar kiygizib falon pullan qilib sotishadi. Rayona shopdan esa mazza qilib olsanglar bo'ladi. To'g'ri, hozirda soni kam. Juda ham kam. Ko'p narsami ko'p bemalol xotirjamchilik deyman, lekin ko'p emas deyman. Gullarimga umuman lekin ko'p olib kelsam ham doim tugab ketadi. Barakali gruppamiz, xudoga shukr. Qizlar, mana bu arqalari
va mana buni orqalari. Gullarim endi prosta wow deydigan joyi. Ishonaveringlar. Mana buni qaranglar, qanaqa yonishini. Yangi 2025 model qizlar mana. Ishoninglar, полный bitta look meni ko'rinishi. Вообще asal narsa ekan. Ishonasizlarmi? Mana shu real qizlar mana 5 yoshlarga tushadigan bu hozir. 6 ham deyveringlar. Qaranglar qanaqa asal narsa, juda ham chiroyli, ishoninglar. Bu kiyganda endi вообще asal turadi. Endi singlim chiqsalar, xudo xolasa, bizashni ko'rsataman, qanaqa go'zal turishini ko'rasizlar. Vash 2 martalab originalni qizlar. Umuman bu narxdan misol arzon aniq ko'rib qolmaysizlar. Men hozir narx chiqarib beraman bunga. Bundan arzonni ko'rmaysizlar. Futbolkasi полный nima haba, ishtoni ham umuman qichishtirmaydi qizlar. Ichini e'tibor bilan ko'rib qo'yasizlar mana. Gullarim buni qaranglar, qanaqa asalligini. Shundan o'zim mazza qilaman, o'sha originalni zo'r narsalar reklama qilsam o'zim ham mazza qilaman, ishoninglar. Bu chi hozir yaqin ko'rsatdim, mana shunaqa korичневый cvetdan futbolka ham yaqinroq olsam rangi chiqdi. Yomon qaranglar, qanaqa originalni. Bu dvoyka qizlar tevabas 120 dan boshlab mana 120 dan boshlab 160 gacha razmerlari bor qizlar. Shunaqa asal ekan, o'zi ham katta o'g'limga ham razmeri bor. Shuni kiygizaman, shuni asal mazza narsa ekan. Ishonasizlarmi? Kачестволari вообще premium качествоda, lyuks качествоda. Mana bu orqalari qizlar. Gullarim xullas hammasi idealni. Ichlarni ham ko'rib qo'yaverasizlar. Buni ishtoni ham xabali, anaqali sintetikalidan bas. Gullarim endi bunga nima deydilar mana? Buni sveti paket ichida yaxshi originalniy sveti ko'rinar ekan. Mana finkalar nima deysizlar, originalniy qizlar mana. Zaranikidan ishlab chiqarish bas. Xullas materiali super, yumshoq, sintetika emas. Mana qaranglar qanaqa narsaligini. Shunaqa asal narsa. Mana orqalari, yengilariga e'tibor beringlar, qanaqa ishlangan kattalarga o'xshagan. Mana. Xullas hozir bunga patsvet qilib shim olib kelganman, uni tashlayman qizlar, sevasizlar. Gullarim hozir ko'rsatgan finkamga mana shunaqa shim. Qaranglar qanaqa mana bu paslari узкий fason bo'lib ketgan shimni ko'ringlar qanaqaligini qizlar. Bu kamari yo'q qizlar. Kamari вообще yo'q. Просто moslowlar ko'rsatyapman. Mana orqalarida cho'ntalar shunaqa shim va mana futbolka tevabas bo'ladi. Вообще qizlar shuna zo'r. Mana bolalar kuni ham bo'ladi. Bolajonlar kiysanglar asal turadi, ishoninglar. Mana shunaqa zo'r sajiklarga ham asal qilib kiyintirsanglar bo'ladi. Gullarim imенно mana shu trushiklarni 50 mingdan korobkalar sotib qo'yib sotishganlari bor, ishoninglar, bozorda. Mana anchasini olganmiz. Ishoninglar, mana anchasini, boshqa bitta pachkasini mazza qilib yuvib kiydirasizlar, ishoninglar. Hech narsa bo'lmaydi, xudo xolasa. Ichlari ham nimamda qali, mana. Siyatishni ham fasonlari ham juda chiroyli qizlar. Ishoninglar, mazza ham. Narxini qizlar to'g'ri обычный tursi bilan ham barobar qilib qo'ydim, ishoninglar. Bozorda tepani bir antiqa g'alati o'zimizda chiqqan tursilarni ham 25 ming sotishyapti. Hech qana 50 ming, 30 ming, 40 ming qilmadim. Mazza qilib olib olasizlar qizlar, jupini 25 ming.